Kent. Hayotda mehribon, saxiy va halol insonlar bilan bir qatorda faqat o'z manfaatini o'ylaydigan, boshqalarning qiyinchiligidan foyda ko'radigan sudxo'r insonlar ham uchraydi. Ular pul berayotganda yordam berayotgandek ko'rinishi mumkin, ammo evaziga juda katta foiz talab qilib odamni yanada og'ir ahvolga solib qo'yadi. Ko'pincha insonlar og'ir vaziyatda qolganida, shoshilinch pul kerak bo'lgan paytda mana shunday shaxslarning shartlariga rozi bo'lishiga to'g'ri keladi. Ammo vaqt o'tishi bilan qarz ortidan qarz, foiz ortidan foiz yig'ilib, inson moddiy va ruhiy bosim ostida qoladi. Natijada esa oilalar buziladi, munosabatlar yomonlashadi. Namanganda ham fuqaro bilan xuddi shunday holat kuzatildi. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati tezkor xodimlari tomonidan Namangan shahrida yashovchi fuqaroning qilgan murojaati yuzasidan tezkor tadbir o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, arizachi bir necha oy oldin bir fuqarodan 950 AQSh dollari olgan. Biroq hozirda u shaxslar olgan mablag'ini sun'iy ravishda oshirib 1350 AQSh dollar miqdorida qaytarishni talab qilayotganligini, agarda aytilgan miqdordagi mablag'ni bermasa, unga tegishli bo'lgan shaxsiy hayotiga oid video tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan qo'rqitib kelganlar. Murojaat asosida xodimlar tomonidan tezkor tadbir tashkil etildi. Tadbir davomida gumonlanuvchilar maxsus ishlov berilgan 1300 AQSh dollari hamda 250 ming so'm pul mablag'larini Namangan shahri Vonj mahallasi hududida murojaatchidan olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindilar. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchilar protsessual tartibda ushlangan va ularga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyotsiz qo'llanilgan. Hozirda mas'ul jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, har qanday tovlamachilik, qo'rqitish yoki shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish bilan bog'liq noqonuniy talablarga duch kelsangiz, tahdid yoki bosim orqali pul va boshqa mulkiy manfaat talab qilinsa, bu haqda zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling.